Quyosh paneli inverter yonadimi? Albatta ha. Kelinglar buni video davomida sabablarini birma-bir sanab o'tamiz. Birinchi sababi himoya vositalarisiz noto'g'ri o'rnatilgandan, ikkinchi sababi davlat toki o'ynashidan va eng asosiysi uchinchi sababi sifatsiz va arzonchi inverterlardan foydalanganda. Agarda sizning ham quyosh paneli inverteringiz yaxshi ishlamayaptimi yoki nosozmi yoki qo'pol qilib aytganda yonib ketganmi, bizga murojaat qilinglar. Sababini qo'ldan kelgancha aniqlab, qolgan joylari bo'lsa, buzilgan joylari bo'lsa almashtirib, zapchaslari bormi, platalari bormi, remont qilib beramiz qo'limizdan kelgancha. Har qanday turdagi Gravat, Dia, Solax, gibridni, Enersolmi 3 kilovatdan 11 kilovatgacha yoki 50 kilovatli gibridlar bormi? Barcha turdagi inverterlar ta'mirlash servis xizmatimiz bor. O'z ustaxonamiz mavjud. Yana bitta ma'lumot aytamiz. Agar siz quyosh panel qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, qiziqish bo'layotgan bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarga quyosh panelimiz bilan birgalikda inverterlarimizga 5 yil garantiyasi bilan birga 1 yillik tekin servis xizmati bilan quyosh paneli o'rnatib beramiz. Bunga alohida pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bundanda qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, kanalimizga, Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Hammaga rahmat.